Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun sizlar bilan 2026-yilda qanaqa qilib tikuvchilik kasb orqali $1,5 ming ga 3 ta qadam orqali chiqishni o'rgataman. Ko'plarga ma'lumki, O'zbekiston ham o'z ustida ishlab rivojlanib bormoqda. Hozirda hattoki prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan yengilliklar berildi. Ayniqsa tikuvchi dizaynerlar qizlar uchun ham, balki ichingizda ko'rganlar ham bordir. Bu bizga katta imkoniyatlar bo'lyapti. Mana shu налогdan, soliqdan ozod qilish, undan tashqari shu sohani biznesga aylantirib, eksport darajaga olib chiqishga juda katta yordamlar berishyapti. Hozir mana o'z-o'zi ham sekin-sekin eksportga chiqamiz, arab davlatlariga, Moskvaga va выставкалар orqali eksport yo'liga ham o'tyapmiz va bizlarni sekin davlat tomonidan podдержка qilishni boshlashdi. Oldin bunaqa narsalar qiyin bo'lgan. Hozirda ancha mana shu tikuvchilar ham, boshqa kasb egalari ham sekin-sekin boshqa davlatlarga chiqish uchun katta imkoniyatlar berilib boryapti. Xo'p, hozir men sizlarga tikuvchilik kasbi orqali oyiga $1,5 ming daromad qilishni 3 xil yo'lini tushuntirib beraman. Xo'p, 90% tikuvchilar hozir bir xil muammolardan qiynashyapti. O'ziga ishonchi yetishmasligi, mijozlarga qimmat narx aytishdan qo'rqishadi. Undan oldin aytishadi, men mashq o'ynamoqchi deyman deyishadi, tikilgandan keyin qattiq ko'ngilga to'lmaydi va mijoz kelganda narxini arzon etib, mayli hattoki nasiyaga ham tikishga to'g'ri kelib qolayotgan joylari ham bo'lyapti. Va xodimlar shogirdlarni o'zligini shogirdlariga yoki boshqa kelgan xodimlarga olgan xodimligiga o'zligini vazifaligini berish xohlashmaydi, ishonishmaydi to'g'rirog'i. Bu nima degani? Misol uchun ishchi oldingiz, tikuvchimi, bichuvchimi, shuni bichuvchilikka qo'yaman, o'zim bunaqa qilaman deb o'tmoqchi bo'lasiz, lekin baribir shu bichuvchilikni ham o'zingizlar qilasizlar. Shu qaychinglarni bergili kelmaydi. Hozir bu klientim men nozik klient biz qo'yishi mumkin degan joylari bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun sizlar shunaqa xavfsiramaslik uchun ham o'zingizlar ham hattoki xodimlarni o'qitsanglar bo'ladi. Kelajakda shu ishlarni olib borishlik uchun ham shaxsan menda xuddi shunaqa holatlar bo'lgan. Xuddi aytayotgan holatlar ham o'zim boshimdan o'tgan. Men ham o'zim oldin bichganman, lekin tikishni baribir tikuvchilarga berganman. Va sekin-sekin bichuvlarni sinovdan o'tkazgandan keyin, qoliplarni sinovdan o'tkazganimizdan keyin bichish berganman va keyingi etap dizaynerlikda o'zim o'tirganman. Dizaynerlarni mana endi chet el davlatlari ko'plab sayohatlarimiz, vystavkalarimiz bo'lgani sababli dizaynerlarni ham tayinlab, o'zim shogirdlarim ichidan dizayner qizlarni tayinlab, hozir yo'g'imda ham ular bemalol men bilan onlayn svязda bo'lib ham ishlashadi. Shuning uchun baribir odam sekin-sekin o'zini pog'ona ko'tarilishi uchun, bitta etapda qolib ketmaslik uchun shogird tayinlab borib, ularni ketma-ket shogirdlarga berib ketsak ham bo'ladi. Hattoki mana ko'ryapsizlar, 10 yil, 20 yil tajribaga ega tikuvchilar ham ularda ham shunaqa muammolar bor. Qiyin fasollarni mustaqil bichib tikishni qiynalishadi. Undan ko'ra oddiyroq olaman, arzonroq tikaman degan so'rovlar bo'lib qoladi. O'zligida ham o'sha o'ylab qolishadi va qiyin fasonni qilgiligi kelmaydi. Lekin qiyin fason, yengilliklar qilsanglar, bilasizlar, narxlarni bemalol aytsanglar bo'ladi va asosan dazeli mijoziylikka qolib tushgandan keyin bemalol qiyin fasollarni moddallashtirib chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, ko'plar shu mukammal asosan desa bo'lmaydi. Hattoki shunaqalar eshitdiki, materialni o'ziga chizib bichadiganlar ham bor. To'g'ri, oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Men bizning davrlarda ham materialni o'zidan bichishgan, lekin mana oranglarda bo'lsa, qizlarimiz, ayollarimiz bir 40-50 yosh atrofidagi ayollar bo'ladi. Ular ham shu narsani ko'rishgan, lekin u paytda qiyin fasollar bo'lmagan va insonlar kaprizni bo'lmagan. Shaxsan o'zim sarpamizdan tiktirgan paytlarimizda onalarimiz sal kattaroq bo'lsin, semiradi degan narsalar bo'lgan oldin. Hozir qizlar emas. Hozirgi qizlarga, kelinlarga ko'ngil yopishib, chiroyli turishni xohlashadi. Biz paytlarda, shu oldingi paytlarda shunaqa kattaroq xohlashgani uchun ham tikuvchilar bemalol qiynalmay, material ustida bichib shu holatda topshirishgan. Odamlar ham kaprizni hech qilmagan. Menimcha shu sizlarga ham tanish holat bo'lsa kerak. Yosh kattalar bilishadi bu narsani. Va astarli kiyimlarni ham bichib tikishga qiynalishadi. Dazmollarda ham dazmol juda katta rol o'ynaydi. Shaxsan men tikish texnologiyasi bo'yicha o'qiganim uchun bu narsaga juda ko'p ahamiyat beraman.
hattoki dazmol ham kiyimni buzib qo'yishi mumkin. Hamma narsada me'yor kerak. Dazmol ham qilganinglarda ko'nglingiz to'lmay yana dazmol qilib ust-must qilsa ham kiyim urinib ketadi. Shu sababli mana shu astarli liboslar ham ko'nglingizga chiqmaydi. U astarli liboslar baribir qiyin hisoblanadi. Oddiy kostyum, bachokli kostyumda ham yelkalar chiroyli o'rnamasa yoki kiyganingizda shunaqa chiroyli odamda chiroyli o'tirmasa, kostyum chiroyli ko'rinmaydi. Aytib o'tganimdek, men bu narsani ko'p aytaman. Mana shu O'zbekiston bo'yicha ham ko'plar liboslar tikishadi. Qanaqa yo'nalishda ko'yning lozim, ansambl. O'tda aybli ko'rinmaydi, lekin klassika ko'ynaklarda, kostyum shimlarda shunda ayb ko'rinadi. Qolipida ham bilinadi, hattoki chokida ham, dazmolda ham bilinadi. Ko'yningizga to'lmaydi, kostyum tikaman, shim tikaman deysizlar, lekin ko'yningizga to'lmagandan keyin shu aytayotgan narxinglarni ham mehnat qilasizlar, lekin mijoz kelganda yoqmagandan keyin u narxni aytolmaysizlar va daromadinglar oshmasdan shu bo'yicha qolib ketadi ko'pchilik. Agar bunaqa muammolarni bartaraf qilinsa, sizlar tikuvchilar orqali ham katta daromadga chiqsanglar bo'ladi. Hattoki mana 1,5 ming daromad qilsa bo'ladi davomida, lekin tirishqoqliginglar, mashina narsani etap-etap bajarishi texnikalarini bilsanglar, hattoki undan ham ko'p, undan ham yuqori daromadga chiqsanglar ham bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan men sekin-sekin darslarni boshlab olamiz. Men o'zim haqimda qisqacha gapirib o'tib ketaman. Xo'p, men Ozoda Isxaqova, 25 yillik tajribaga ega dizaynerman. Ozoda brend asoschisiman. Hozirda qo'limizda 50 dan oshiq xodimlar ham bor. Hattoki faqatgina O'zbekistonda emas, chet el davlatlarida ham xodimlarimiz bor. Ular biz bilan eksport ishlari, diler ishlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Biz ham bu etapga chiqquncha xuddi sizlardagi bo'layotgan holatdan o'tganmiz. Chunki hech kim birdaniga zo'r bo'lib qolmaydi. Uning uchun katta mablag' bo'lib turib, hozirgi davrda katta mablag' bo'lib turib, qanaqadir firmaga topshirish kerak bo'lib qoladi ishini. Ili bo'lmasa pog'ona hamma narsani boshidan o'tkazib, sekin-sekin etap-etap chiqsa bo'ladi. Hop, 25 yil tajribada nimalar bo'lib o'tgan bizda? Men o'zi boshida hobbi qilib ochmoqchi bo'lganman bu ishni, как o'zimdan oilaviy mini atelye qilmoqchi bo'lganman va paynetxonadan boshlaganman. Mana ko'pchilik aytadi, mana shu kichkina joyim, ko'chani yuzida emas deyishingiz mumkin. Men ham shu mahallaning ichidan kichkina joydan boshlaganmiz va sekin-sekin mijozlarning o'zi reklama bo'lgan. U paytda telefonlar bo'lmagan, internetlar bo'lmagan, endi Nokialar chiqqan payti bo'lgan. Sekin-sekin odamlarning o'zi, mijozlarning o'zi zo'r reklama bo'lgan, bir-birini dareylab kelgan. Mashina fasoni zo'r, hech kimni yo'q narsa qilishyapti deb sekin pog'ona mijozlar ko'payishni boshlashgan va bu narsa davlatga ham yetib borib, davlat tomonidan biz ko'p paykazlarga O'zbekistonda boshlaganmiz birinchi qatnashishni va sekin-sekin bizani Moskvaga chiqqanmiz, Moskvadan Dubayga, Dubaydan Istanbulga va Fransiyada malaka oshirgani borib, o'tda pakaz ham qilganmiz. Bundan tashqari hozirda Qatar davlati bilan katta lyuks brendlari bilan ham lyuks brendi qo'shilgan magazinlar, butiklarda bizdan ham brendlar bor. Shu lyuks brendlar qatorida turibdi liboslarimiz. Bu men uchun juda katta yutuq. Va 2025-yil menga shunaqa barakali yil bo'ldi. Ancha ustimizda ishladik, tinmadik. Hozir aytishingiz mumkin, siz 25 yillik tajribangiz bor, lekin mana shu 25 yillik tajribam bo'lsa ham haligacha o'zim ustimda ishlayman. To'xtab qolish yo'q. Hozir ko'ryapsizlar, har bitta kasb egalari ustida ishlamasa ekan hech qachon rivojlanmaydi. Oldingi paytda o'tib ketdi, bitta ish yo'lga qo'yib qo'yib, bo'ldi, foyda olib yuraman degan paytlar o'tdi. Qanaqadir biznes qilmoqchimisiz? Albatta, ustida ishlashingiz kerak bo'ladi. Rivojlanib, o'z ustingizda ishlashingiz kerak bo'ladi va hozirda bizning yana bitta katta yutug'imizdan bittasi shu 2025-yildagi Istanbulda o'zlarini firmamizni ochdik. Tabriklasanglar bo'ladi. Hamma o'zbeklar ham ocha olmaydi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor va bizani Turkiya hokimiyati bizani ma'qullab, tasdiqlab, hamkorlikda ishlashga chaqirishyapti. Hozir bizani Istanbulga kirish yo'liga ham qanaqadir uni o'tda bizani hamkorlikda ishlashga ham juda katta imkoniyatlar berishyapti. Men bilan bitta odam birlashtirishgan va ular bizani ishlarni olib borishadi. Hozir aytib o'tganimdek, mana davlatlar hammasi birlashyapti. O'zbekiston mana ko'ryapsizlar, Qatar davlati bilan yaxshi atnashiniyada,
Turkiya bilan hamma davlatlar bilan yaxshi bo'lgan hisobidan bizda ham keng yo'llar ochilyapti. Shuning uchun hozir ko'p foydalanganinglar ma'qul deb o'ylayman. Zo'r imkoniyatlar berilyapti. Bizda u endi rivojlanayotgan paytda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan. Hozir katta imkoniyatlar bor. Ko'rsanglar bo'ladi, mana bizlar 100 mingdan 25 yil davomida 100 mingdan oshiq mijozlarga xizmat qilganmiz. Orasida mana katta blogerlar bor, san'atkorlarimiz bor. Mana Yulduz Usmonova birinchi kelganlar O'zbekistonga ular bilan ishlaganmiz konsertlarida. Dubaylik katta bloger bilan Malika Ravshanova, Aziza Tashxo'jayeva, Shadisha, Rayhon Lasenova, Dilso'z, Shirin va ko'plab bloger san'atkorlar bilan ishlaganmiz va hozirda chet eldagi arab davlatlaridagi sheyxlar bilan ishlayapmiz. Xudo xolasa uni ham kelajakda sizlar bilan bo'lishib boraman. Videoni oxirigacha ko'rgan qizlarimiz uchun bonus qilib 2 xil turdagi qiyin bichimdagi libos uzanni sizlarga video darsligini taqdim qilamiz. Faqatgina oxirigacha o'tirgan qizlar uchun mana ko'rsanglar ham bo'ladi. O'ziga yarasha bichig'i qiyin, fason o'zlanishi urinli liboslarimizdan. Xo'p. Sizlar bitta faqatgina bizning asosimiz orqali ko'p narsalarga nimalarga erishishni hozir ko'rib chiqamiz. Hozir o'rgatilayotgan joylarda balkim ichida o'qiganlar ham bo'lsa kerak. Ko'pincha Müller asosandasi bo'yicha o'rgatiladi. To'g'ri, balkim ko'p yillar o'qib, o'zini ustida ishlagan odamlar Müllerdan chiqara olishi mumkin. Lekin yangi o'rganayotgan, andazda ishlamagan qizlarimiz, ham oson yo'lini qidirgan qizlarimiz, vaqtini tejagan qizlarimiz qiynalishadi Müllerda. Müller bo'yicha o'qib va o'sha narsadan voz kechib o'zligini andazalarga o'tib olgan qizlar ham juda ko'p bo'lgan. Chunki biz so'rovnomani o'tkazdik qizlar orasida. O'sha biz o'tda o'qidik, bitta o'qidik. Asosan andazasi Müller asosida bo'lgan va o'zim andazamga o'tdim. Chunki uni mana ko'rsanglar bo'ladi, murakkab nuqtalari ko'p, formulalari ko'p. Eslab qolishga, hozir vaqt tejash uchun ko'plar u asosdan voz kechib o'zliginiga o'tib olishgan va yana eski holiga qaytib shu bo'yicha ketishgan va u yerda Yevropa, asosan Müller Yevropa ayollariga moslashgan. Mana o'zinglar ham bilasizlar, oldingi burdalar bo'lardi, u yerda ham shunaqa bo'lgan. Mana biz yoshligimizda burda bo'lardi, shunga o'xshagan bo'lgan va u yerda yelkalar katta bo'lgan, ko'kragli yo'q bo'lgan. Lekin bu andozi O'zbekiston ayollariga to'g'ri kelmaydi. Bu degani baribir biz chet elga chiqqanimiz ham, Osiyoga chiqqanimiz ham u ayollar bir-biriga yaqin. Shuning uchun bizdan andazi shaxsan avtorskiy andazi ko'pchilik o'qigan qizlarimizdan o'ziflarni ham ko'rgandirsizlar. Mijozlarga qolipdek keladi va juda oson. Eng kerak juda oson, vaqtinglarni ham tejasizlar. Shu asosda ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Asosan andazani to'liq bilsanglar, nima o'zgaradi sizlarda ishinglar sohasida. Mijozga qolipdi libos tika olasizlar. Primerkasi kiyim tiksanglar ham bo'ladi. Libosinglarni o'zingizga libos tikkan o'zingizga ishonch ham ortadi. Mijozning ko'ngli to'ladi, ish tezligi oshadi. Xizmatlar narxini bemalol balandroq etsanglar ham bo'ladi. Hop, bitta tushuntirib o'taman. Agar asosan sizlar ko'ngilingizga chiqsa, mijoz kelganda primerkada bittada tushsa, o'zingizlar ham ko'nglingiz to'ladi, mijozni ham ko'yin to'ladi. Lekin mana ko'pchilik tanish holat bo'lsa kerak, qimmatga material olib keladi mijozlar. Sizlar bichsanglar, uni bisib qo'ysanglar, jahli chiqadi, ranjish boshlaydi, nima qilishni bilmaysizlar va hattoki pulni olmay yoningizda ishlab to'lashinglar ham to'g'ri kelgan holatlar bo'lishi mumkin. Lekin andozanglar qolipdek chiqsa, mijoz bitta kelganda qolipda tursa, u o'ziga yoqqandan keyin sizlar ham sal xotirjam bo'lasizlar, sekin narxlarni oshirsanglar ham bo'ladi. Etapma-etap u fasonni sal qiyinlashtirsanglar ham bo'ladi. Sekin katta etaplarga o'tsanglar bo'ladi. Lekin asosan sizlar yaxshi bo'lmasa ekan, qiyin fasonga ham o'ta olmaysizlar. Shu narsani sinab ko'rsanglar ham bo'ladi. Balki ichida sinab ko'rgan qizlar ham bordir. Hozir endi sizlar bilan 3ta ketma-ketlik bo'yicha qanaqa qilib daromadga 1,5 million daromadga chiqishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchisi bozor tomonidan ko'p tikuvchilar vaqtini tejashni xohlashadi, chunki hozir vaqt eng kerakli narsa bo'lib qoldi. Chunki o'zimda ham birinchi o'ringa vaqt qo'yaman. Meni vaqtim pul turadi, to'g'riroq aytsam, chunki vaqtim juda menga qadrli. Hamma ham andaza chizishni bilmaydi.
Agar men aytib o'tganimdek Müller bo'lsa, uni sizlar uchun ancha vaqt ketadi, lekin bizlarni andazan o'rgangan qizlarning o'zlarini ham ko'rgandirsizlar. Shunaqa oson, tezlik bilan o'rganishadi va sinovdan o'tgan asos andaza talab sinovdan o'tgan asos andazaga talab katta. Bu andaza bilan sizlar hattoki bozorga kirib borsanglar ham bo'ladi. Bemalol S, M, L, XL har bitta o'lcham bilib olasizlar va bozorga ham ishlab chiqarish, hattoki onlayn sotuvni ham yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Ayollar kiyimlari, ayollarning kiyimlari, abaya, kostyum asoslari va katta razmerdagi kiyimlarni ham bemalol tika olasizlar. Chunki hammaning muammosi, ayniqsa mana bizlar o'quvchilar kelgan o'quvchilar orasida katta razmerga tika olmayman. Ko'pchilik aytadi, hamma narsani tika olaman, hamma narsasi to'g'ri keladi, lekin katta o'lchovlarga kelganda qiynalaman va ko'pincha bichimda xato bo'ladi deyishadi, lekin alhamdulillah bizlarni andaza bo'yicha katta o'lchovlarga ham bemalol tika olasizlar. Xo'p, ikkinchisi individual qiyin fasllarni liboslarni mijozlarga tikib berish. Mana bizlarning kursda o'qigan qizlar ko'rsanglar bo'ladi. Plumeri degan brend. Bu qizlar ham bizda o'qish uchun juda onlayn dars bizdan kutganlar. Chunki bu Indoneziyada yashaganlar, Indoneziyaga turmushga chiqqanlar va bizga ko'p aloqaga chiqib, hozirda bir qachon onlayn dars ochasizlar? Biz ochamiz. Bu onlayn dars ochish ham o'zi oson emas. Ancha kuch talab qiladi, mehnat talab qiladi. Shuning uchun biz ozgina bu narsani ustida 2-3 yillab ishladik va onlayn dars ochgunimizcha bilan sabrlar chidamasdan o'zlari Indoneziyadan kelib o'qidilar. Kelganlar ularni kutib olgan videolarimiz ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Va bizda o'qib, o'zi asli marg'ilonliklar, bizda o'qib, o'zlari ateliye ochib, klassik liboslarda ham ishladilar, ansamblda ham ishladilar. Bemalol qiynalmasdan hamma yo'nalishda ishlab, undan tashqari bizani mijozlar, o'sha Marg'ilon, Qo'qondagi mijozlarimiz hammasi desam ham bo'ladi, ularni mijozlariga aylandi. Bu degani bir bozor o'zim mijozimni berib qo'yaman degan qo'rquvli bo'lish kerak emas. Ko'pchilik ishlar qo'rquvli ham bo'lib, qizg'anishlar ham bo'ladi shogirdlaridan. Lekin alhamdulillah rizq boshqa, karvon katta deyiladi. Shuning uchun etap-etap men xursandman. Chunki o'tdagi mijozlarimiz bizga kelib vaqt ketkazib yana qayta qatnaganligidan ko'ra o'sha yerdagi bizlarning mijozlarga xizmat ko'rsatsa xursand bo'lamiz. Hattoki o'zimiz ham reklama qilganmiz. Ularning kiyimlarini qo'yib, mana bizda o'qidilar, shunaqa sifatli liboslar chiqaryaptilar. Bemalol klassik yo'nalish, hamma yo'nalishda tikalyaptilar. Bizlarning mijozlar, Qo'qondagi, Marg'ilondagi mijozlarimiz bemalol ularga borib tiktirsanglar bo'ladi deb reklamaga qo'yganimizdan keyin ancha-muncha mijozlarimiz o'zlari ham aytdilar. Hozir Mohira aytdilar, hozir mijozlar bizga kelishyapti deb men xursand bo'ldim. Chunki biz sekin-sekin O'zbekistondagi mijozlarni o'zlarining shogirdlariga topshirib, sekin chet el mijozlarga xizmat ko'rsatishni boshladik. Bu ham Allohga oson. Chunki aytayotganim rizq Allohdan. Sekin-sekin shunaqa qilib biz etap-etap chiqqanimiz uchun Alloh bizga sekin undan ham kattasini ochib beryapti va keyingi shogirdlarim ham Xudo xolisa chet el mijozlariga xizmat ko'rsatishligini xohlayman. Mana ko'rsanglar bo'ladi, yana bitta shogirdlarimdan Marvarid ateliye. Bular ham mana ko'ryapsizlar, ko'pchilik tanishadi. Bular birinchi o'zlari mijoz bo'lib kelganlar. Bizda mijoz bo'lib tiktirib yurib, shu 20 yil oldin mijoz bo'lib tiktirib yurib, sekin bizga shogirdlikka tushganlar. 1 yil malaka oshirib, bizlarni shu showroomda yurib, malakalarni oshirganlardan keyin o'zlari oldin ishlaganlar, sinovdan o'tganlar, o'zlarining sinovlarini o'tkazib, sekin-sekin o'zlarining ateliyelarni ochganlar. Bularga mana ancha yil bo'lib qoldi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana kiyimlarini tikilishini, o'sha mana san'atkorlarga, blogerlarga bular ham xizmat ko'rsatyaptilar. Bundan ham xursandman. Shunaqa shogirdlar shunaqa katta yutuqlarga erishsa, men xursand bo'laman. Mana Loza Benoza, bular ham bizning shogirdlardan klassik yo'nalishni xohlaganlar bular ham. Mana klassik yo'nalishda o'zlari ustida ishlaydilar. O'zlari ateliye ochganlar. Hozir bular ham blogerlar bilan ishlayaptilar. Katta yutuqlarga erishganlar. Bitta kirib kanaligini ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. Agarda aytib o'tganimdek klassik yo'nalishni o'rgangan qizlarimiz inshaalloh shasidan qoqilishmaydi. Bu klassikada bemalol kostyum, paltolarni ham tika olasizlar. Aytib o'tganimdek, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, oddiy ko'ringani bilan ansambliga nisbatan.
Xo'p, agarda sizlar shu mukammal bichib tikishni o'rgansanglar, bemalol bitta libosdan qo'rqmasdan $500, $600 narx qo'ysanglar bo'ladi. Agar o'zingizga uверен bo'lsanglar, mana shu tepada sanab o'tgan mani shogirdlarimizni bemalol shunaqa narxlarda tika olinglar. Hammasi sekin-sekin etap ozgina o'zimizdan ustida ishlab rivojlansak, xudo xohlasa mana shunaqa katta yutuqlarga erishamiz birgalikda. Biza oldin mana shu men ham oldin meni kuzatadigan qizlarimiz, misol uchun shu 15-20 yildan beri kuzatadigan qizlarimiz bor. Men ham oldin hamma yo'nalishda ishlab ko'rganman. Ansambl yo'nalishida ham ishlaganmiz, sport yo'nalishida ham ishlaganmiz, chunki oldin bitta yo'nalish bo'lmagan. Kim nima buyurtma bersa, kim mijoz buyurtmasiga qarab ishlaganmiz. Har bitta yo'nalishda sarpala ham tikkanmiz. Alhamdulillah katta rezultatlar qilganmiz. $50,000 gacha daromadlar ham qilganmiz. Lekin shunaqa vaqtlar keladi, qanaqadir o'zingiz brendingizni rivojlantirish uchun qanaqadir cheklangan yo'nalish tanlashingiz kerak bo'ladi va ular alohida pog'onalarga bo'lishingiz kerak bo'ladi. Biz hozirda hamma yo'nalishda emas, asosan klassik yo'nalishda, ko'plar meni klassik yo'nalishda taniydi. Yaqinda men taniydigan qizlarimiz klassik yo'nalishda ko'rishadi va kultur yo'nalishida ham ishlaymiz, ikkita yo'nalish bo'yicha. Lekin biz ham oldin hamma yo'nalishda ishlab ko'rganmiz. Lekin O'zbekiston bozori asosan ansambl, qo'yni lozim yo'nalishda ishlashadi. To'g'ri, O'zbekistonda balki bu puldir, yaxshi pul berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin konkurensiya kuchayib, 90-95% ayollar shu yo'nalishda ishlagani uchun raqobat kuchli bo'lganda narxlar pasayishni boshlaydi va o'zingizga foyda qolmayotgan bo'lishi ham mumkin. Kimdir yaxshi tikib beraman deydi, ancha vaqt ketishi mumkin yoki sifatli mato, sifatli furnituradan foydalanishi mumkin. Evaziga shunga o'xshagan qo'yni kimdir qiladi, arzonga sotadi va sizlarning narxinglar tushib ketib, u narsani arzonga berishingizga to'g'ri kelib qoladi va sizlarga foyda qolmaydi. Xo'p. Mana hozirda ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu oxirgi 4 yil ichida biz arab davlatlarida viskada qatnashyapmiz. Hattoki mana shu shogirdlarni ham yoqqa olib borganmiz. Shogirdlarni ham sekin-sekin bizada standart tarifi, premium tarifi, VIP tarifiga chiqqan qizlarimiz va bizlarning o'zlarini lyuks tariflarimiz ham bor. Uni har doim qilmaymiz. O'ziga yarasha vaqt talab qiladi va shu viskalarga biz bilan birga borgan shogirdlarimiz ham bor. O'z ko'zligi bilan biz qanaqa savdo qilganimizni, nima dunyo talabi nimalarga talab bo'layotganini o'z ko'zligi bilan ko'rishgan. Mana bu Qatardagi Zinat Exhibition bor. Instagramdan ko'rsatib bo'ladi. Juda urovni katta. Faqatgina ayollar, hattoki rasmga ham olish mumkin emas, ayollar tushib qolishi ham mumkin emas. O'ziga yarasha nozik выставка bu. Ko'rgazmalardan bittasi. Biz bu yerga har xil yo'nalishda 100 tacha qo'yni olib borganmiz. Lekin bozorni bilmaysizlar. Chunki bozorda nima talab? O'rganish uchun baribir sekin etap har xil yo'nalishda olib borib ko'rdik. Abay yo'nalishi bo'yicha juda kuchli ular, chunki yon atrofdagi arab davlatlari asosan abay yo'nalishi bilan kelishgan. Bizni bu выставкада asosan nimadan kuchli chiqdik? Klassik yo'nalishdan kuchli bo'lib chiqdik. Bizning abayimizga uncha qarashmadi ham, hattoki men har xil abay ham olib borib ko'rgan edim. Lekin asosan men abay oladi bo'ladi deb o'ylasam, lekin kutmagan joyimdan faqat klassikaga zakaz tushib, klassikadan buyurtmalar olib kelganmiz. Xo'p, uchinchisi kolleksiya yaratish orqali daromad qilish. Qaranglar, bu nimani beradi? Kolleksiya qilsanglar, bemalol reklama qila olasizlar libosinglarni. Misol uchun bitta qo'yni reklama qilib aylantirgandan ko'ra, umumiy kolleksiya qilib turib, ketma-ket etap reklama qilib, mijozlar yig'sanglar ham bo'ladi. Xo'p, agar sizlar mana shu andazanglar qolipda chiqadigan andaza qilib olganingizdan keyin bemalol bu narsani ishlab chiqarish yo'liga qo'yib turib, 2 ta, 3 ta razmerni chiqarib turib va eng kamida 5 ta kolleksiya bo'lishi kerak. Kolleksiyalar o'zi 5 tadan 15 tagacha. Lekin avtorskiy kolleksiya qilmoqchi bo'lsanglar 40 tadan ko'p bo'lishi kerak bo'ladi. Bu yerda mana hozir ko'rsanglar bo'ladi, shogirdim Zamira. Bu kichkina paytida bizga kelgan 17 yoshida. Tekstilning universitetiga kirib, ancha o'z malakasini oshirib, shunaqa katta yutuqlarga erishgan qizimiz, hattoki Qozog'istonga pakazga borib, birinchi o'rin olib kelgan. Yoshiga qaramasdan, 17 yoshiga qaramasdan Istanbulga viskada qatnashishga yo'llanma yutib olgan. U yerda o'zini birgalikda kolleksiya qilganmiz showroomda.
o'zini kolleksiyasi bilan, ideyalari bilan birinchi o'rinni olgan. Hozirda o'zini Arribas degan brendi bor va bu ham klassika, ham abay yo'nalishida o'zini sinadi. Yaxshi daromad qildi, hattoki liboslarni yetkazib ham bera olmadi. Cheklangan miqdorda chiqardi. O'zini kolleksiyasini yaxshi sotuvlarga ega bo'ldi va bizda aynan bizning brendda, bizning kursimizda ham ishlaydi, ham o'z showroomda ishlaydi. Juda katta yutuq daromadlarga chiqqan yoki kichkina bo'lishiga qaramasdan hozirda bitta farzandi onasi. Xo'p, ana uy liboslari bo'yicha 15 million daromadga chiqqan qizimiz shogirdimiz, hattoki bular yaqindagina o'qidilar o'zi, lekin bizning shu asosimiz orqali, mana shu kursimiz orqali bular lekin ana o'zlarining ustlarida qo'yasizlar, qiyin bichimdagi bichim qilganlar. Lekin bular ham mana ko'rsanglar bo'ladi, 15 million so'm daromadim ko'tarildi oldingi nisbatan deb o'zimlar ham qoldirganlar, ko'rsanglar bo'ladi. Shogirdlarning yana bittasi juda katta yutuqlarga erishganlar, hattoki o'zlarining akademiyalari ham bor. Bular Xorazmdanlar. Shunaqa tirishqoq, men bilan shu festivalga borgan, faqat o'zlarining ustida tinmay ishlaydigan qiz o'zi. Ancha katta yutuqlarga erishganlar. Men daromadlarini ko'rsanglar bo'ladi. Kursimizdan keyin 2 mingdan 10 ming dollar daromadga chiqqanlar. Hozirda o'zlarining kurslari ham bor, atlemotlari ham bor va bitta katta yangilik bularga. Men o'zim shogirdlarim bilan ishlayman degan edim. Hozirda biz katta festivalda turibmiz. Shu festivalda dunyo bo'yicha top 3 ta festivalga kiradi. Biz bu festivalni 2 yil o'rgandik. Mana 2 yil ichida ruxsat olib festivalga qatnashishga va bizani bu festivalga qo'shishdi. Bu eng katta yutuqlardan bittasi. Chunki mana hozir dunyo bo'yicha festivallar juda ko'p, pokazlar juda ko'p, o'ziga yarasha uroveni bor. Hamma yoqqa qabul qilinmaydi. Festival uroveni zo'r, uroveni baland pokazlar, festivallar hammani qabul qilinmaydi. To'g'ri, kimdirlar borib aytayotgan, pokazga chiqib keldik, qatnashib keldik, Yevropaga borib keldik degan qatnashuvchilar bo'lishi mumkin, lekin o'ziga yarasha uroveni bor, foyda bo'ladigan festival pokazlarga qatnashish kerak. Biz ham bunaqa festivalda oldin qatnashganmiz, pokazlarda. Hozirda faqatgina o'sha bizning tajribamizdan kelib chiqib, urovenimizdan kelib chiqib, faqatgina yuqori festivalda qatnashib boryapmiz. Dunyo tan olgan, Bazar, Vogue jurnallariga chiqadigan va sizni yuqoriga olib chiqadigan va sotuvingizni olib kirib beradigan dunyo bozoriga festivallarni ko'rib chiqib, har bitta bizdan chet eldan taklif tushgan festivallar ustida ishlaymiz, o'rganib chiqamiz. Bizga foyda bo'ladigan, bizani ko'taradigan festivalda qatnashamiz. Bu ham shu katta festivallardan bittasi. EFCO degan festival Turkiyada bo'lib o'tadi yiliga 2 marta va faqatgina o'ta turklarning o'zi ishtirok etadi. Lekin biz xalqaro tashqaridan kelgan brend bo'lib biz qo'shildik. Bular ham bizani ancha o'rganib chiqqan holatda dabro berishdi va biz bunda bu yil uchastvovat qilishni nasib qilyapti inshaalloh. Shuning uchun o'tdan qanaqa mohiyat o'ti qanaqa? Bilasizlar, Turkiya nomer 1 libos bo'yicha desa ham bo'ladi, chunki butun dunyoga tovar, libos bo'yicha tovar yetkazib beradi. Lekin bu yerda qanaqa bo'ladi? Butun dunyodan odamlar keladi, butik egalari, magazin egalari keladi va buyurtma berib ketiladi. Magazin yurilmaydi, hamma brend bitta joyga jamlanadi. Festivalda o'ziga yarasha uroveni baland brendlar bor, Giza brendi, Ipek yo'li brendi, hattoki eng kuchli dizaynerlar ham qatnashishi mumkin. O'tdan siz buyurtma olasiz. Buyurtma olganda ham razmer bo'yicha, seriya bo'yicha olasiz va o'sha buyurtmani yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa men ko'p o'yladim, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mijoz zakaz tushganga tikkan boshqa, hattoki arab davlatlariga ham tikish bizga osonroq bo'lib qoldi, alhamdulillah. Lekin bu festival juda katta mas'uliyat talab qiladi. Bu yerdan olgan buyurtmangizni aytgan vaqtda yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Xuddi o'zi aytgandek bo'lishi kerak va optim prodaja. Ular ham foyda qilish kerak siz libos sotganda. Nimaga men bunga qatnashishga qaror qildim? Bu festivalda bizning liboslarning ko'pchilik xabari bor. To'g'ri, O'zbekiston ko'p qiladi, Qozog'iston ko'p qilish boshladi, Turkiya ko'p qilish boshladi. Hattoki Turkiya shunaqa darajaga yetdiki, zamichani berib Turkiyaga fabrikasiga borib, sizlar bizani kim chiqarvasanlar, shunaqa katta urovень fabrika bo'lsa ham, uyalmasdan bizani kimdan chiqarishdi. Uni ko'rgan bu odamlar o'shani men ko'p qilgan bo'lib qoldim. Ularni borib ularga aytdim, nimaga bizani libos chiqarvasan? To'g'ri, urovень zo'r,
katta brendsan chiqar, dizayner ol deb zamechание berdim va ular uzr so'rashdi. Biz bunaqa bilmovdik, bizga shunaqa Qozog'istondan buyurtma tushdi, katta partiyada shu siz libosingizni olib kelishdi rasmini deb uzr so'rashdi. Va o'shanga o'xshab meni kiyimimni kimdir kopiya qilgandan ko'ra o'zimni liboslarimni o'zim kelishilgan narxda chiqarishga qaror qildim. Buni ustida 2 yil ishladik va bu vystavkani o'rganib bordim, o'zim borib, ko'rib, nimalar qilish kerak, qanaqa ishlash kerak. Chunki bu bitta bor qatnashadigan vystavka emas edi. Va bizda mana shunaqa zamechaniyalar bo'lgani uchun, mana shunaqa bizning liboslarimizni ular kopiya, dunyo kopiya qilayotgani uchun, hattoki mana o'zim kiyimlarim menga yuborishadi. Hozir faqat sizni kopiya qilishni deb shogirdlarim, ishchilarim topib kelishadi. Balki sizlar ham ko'rgandirsizlar bizning liboslarni kopiya qilgan qizlarni. To'g'ri, bizda kiyimlar qimmat. Bir xil hattoki mijozlar ham yozishdi, sizda qimmat deb, mana shu kopiyani kelsa ham xursand bo'lamiz deganlar bo'ldi, to'g'ri. Lekin biz u liboslarni chiqargunimizcha ustidan ancha mehnat qilamiz. Xodimlar ko'plab kuch sarflashadi va o'xshamasa boshqatdan qilamiz, qancha mato sarf bo'ladi. Ozgina bu tarafdan qaraganda ham o'ylashinglar kerak bo'ladi, chunki men ham o'zim ustimda ishlayman, har bitta narsa katta mablag'lar tikib boraman. Mana universitetda ham yaqinda o'qidim, Turkiya universitetida ham biznes rivojlanishi bo'yicha men ham o'zim ustimda ishlayman. Shu ishlaganim uchun katta mablag' men ham sarflayman, vaqt sarflayman. Lekin bu nohaqlik bo'ladi, mening kiyimimni kopiya qilish. Shuning uchun o'zimizning liboslarni o'z-o'ziga kelishgan narxda chiqarishga harakat qilyapmiz va bu qizimiz bilan, Yulduz bilan hamkorlik ishlab, buyurtmalarimdan bir nechtasini bularga bermoqchiman va bular bilan kuni kecha ko'rishib, bularga shu ko'yni berib ko'rib, tiktirib, men o'zim shogirdlarimga ham aytganman, xudo xolasa, chunki o'zim ulgurmayman buyurtmalarga va Turkiya fabrikasi bilan ishlayapmiz. U yerda bir 35 xil libosimiz bilan chiqamiz, qatnashamiz va tushgan buyurtmalarning bir nechtasini o'zim shogirdlarimga ham beraman degan edim. Hozirda bularga men obrazivskiy ko'yni berib ko'rdim tikishlariga, kechagina qabul qilib oldim. Yaxshi shoklari, qoliplari yaxshi, tekshirib oldim, modellarga kiyizib. Inshaalloh bular bilan ham ishlasak bo'ladi. Kelajakda xudo xolasa bizda o'qigan qizlarimiz, shogirdlarimiz ustiligida ishlab, zo'r ko'chib ketsa, inshaalloh dunyo bozorimizga chiqishga, libosni yetkazib berishga sizlar ham men bilan birga ishlaysizlar degan umiddaman. Endi sizlar bilan bu muammolarni ko'rib chiqdik. Mana o'zinglar ham ko'rgandirsizlar, o'zinglarda balki men gaplarimda mayli menda shunaqa muammo bor degan o'ylovlar bo'lgandir. Xudo xolasa biz mana shu bilan birgalikda bizning kursimizda o'qib, shunaqa yechimlarni olamiz inshaalloh. O'zinglar uchun manfaatli bo'ladi xudo xolasa. Kelinglar, ko'pchilik kurs haqida so'rashadi. Tanishtirib chiqamiz kurslar bilan sizlarni. Mana ko'ringlar, Classic Pro kursimiz bor. Hozirda faqatgina 2 ta kursimiz bor. Keyingilar ustozga yana ishlayapmiz. Classic Pro kursida professional tikuvchilik darajasiga chiqish uchun malaka oshirish kursi bo'ladi bu. Kurs davomiyligi 2 oy bo'ladi. 2 oy davom etgan kursimizda sizlar 70 dan ortiq video darsliklar sizlarga berib boriladi. Kuratorlar tomonidan uyga vazifalar tekshiriladi albatta. Doimiy uyga vazifa beriladi. 4 ta jonli efir bo'ladi kuratorlar bilan birgalikda. Qanday olib boriladi? Ko'pchilik onlayn darsdan qo'rqishadi, lekin eng zo'ri hozir onlayn bo'lib qolgan. Hattoki aytayotganimdek, boya bizning chet ellardan ko'proq mijozlarimiz Tojikistondan, Qozog'istondan o'quvchilarimiz bor, rosa onlayn kurs bilan kutishadi. Onlayn sizlarga shunaqa juda katta foyda beradi. Nimaga? Birinchidan vaqtingizni tejaysizlar, ikkinchidan uni bemalol ko'ra olasizlar xohlagan paytingizda va qilayotgan jarayonni to'xtatib ko'rib, shu ishlarni bajarsanglar bo'ladi. Offlayndan yutuq ko'proq deb o'ylayman. Chunki o'zim ham onlayn o'qishda o'qiganman, juda foydasi katta. Yopiq Telegram kanalda olib boriladi. Video darslik formatida bo'ladi. Qanaqa olib boriladi? Yopiq guruh kanalida bo'ladi. Hammani kanalga bo'lib chiqamiz. Har bitta kursda ko'payib ketishadi, chunki hammani bittaga joylay olmaymiz. 20 ta, taxminan 20 ta qizlar bo'ladi va videolar jonli chat formatida bo'ladi. Haftada 3 marta bo'ladi. Masalan, haftada dushanbadan shanbagacha bo'lsa, seshanba, payshanba, shanba bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa dushanba, chorshanba, juma bo'lishi mumkin. Bular sizlarga jadvallar hammasi sxema bo'yicha berib boriladi. Kuratorlar tomonidan 2 haftada bir marotaba efir bo'ladi. Bemalol tushunmagan joylarni so'rasanglar bo'ladi va o'zingizlarning fikrlarni bildirsanglar bo'ladi. Klassik va qiyin bichimdagi fasollarni mustaqil bichib tikish
texnologiyasini, asosan andaza va modellashtirish sirlarini bilib olasizlar inshaalloh. Qanday afzalliklari bor? Nega aynan ushbu kurs? Har bitta dars amaliy mashg'ulotlarga qaratilgan bo'lib, sifat nazoratchisi bor bizda. Bu nima? Sifat nazoratchisi ko'pchilik dars beriladi, bo'ldi. O'rganyapti deb o'ylashadi, lekin darsni bajarmaganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz sifat nazoratchisini qo'yganmiz. Ular sizlar bilan svязda bo'lib turishadi va hozirda showroomda ishlash imkoniyati bor. Bu o'quvchilarimizning juda katta ko'plab o'quvchilar orzusi. To'g'ri, men aytganman, o'quvchilarni olamiz, o'zidagi ishga deganmiz, lekin sinov asosida olamiz. Bizda o'qigan, tikish texnologiyasini yaxshilab o'rgangan, asosan yaxshilab o'rgangan qizlarimizni hattoki praktika oshirishadi bizda. O'zidan ta'limoti bor qizlarimiz viloyatdan kelib uy olib, bir oy turib bizda malaka oshirishadi. Undan avval biz ularni sinovda, bir kunlik sinovda tekshirib ko'ramiz. Agar bizdan sinovdan o'tgan qizlarimizgina olinadi. Chunki bilasizlar, bizda tikilish texnikalari juda qiyin. Shuning uchun yaxshilab o'qigan qizlarni olamiz. Hammani praktikaga ola olmaymiz. Faqatgina qo'ldan keladigan ishlar, chunki biz o'zlarini showroomga tikadigan kiyimni ularga beramiz, o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Shuning uchun hammani ola olmaymiz. Faqatgina tikish nazoratini bizga yaxshi topshirgan qizlarni ola olamiz va ketma-ket bo'yicha yoziladi. Nazorat jadvali. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shu yerda kim bajardi, kim bajarmadi, hammasi ko'rsatib boriladi. Qaysi kursimizda kim nima qilgani, vazifa bajarmagan qizlarga albatta tanbeh beriladi. Chunki biz shunaqa yo'lga qo'ydikki, sizlarda ham qanaqa sharoitlar bo'lib qolishi mumkin. Kimdir farzandli, kimdir uy ishlari bilan ovora bo'ladi, lekin pul to'lab vaqt ajratdinglarmi, o'qishini kerak bo'ladiki, sizlar bilan birga bizani jamoamiz birga bo'lishadi va sizlarga hattoki ushbu berishlik ham mumkin. Uy vazifasini qilmasanglar, shu vazifalarni 3 oy yoki 2 oy davomida bajarib o'rganishinglarni yo'lga qo'yishadi. Albatta bu sizlar uchun foydali bo'ladi. Intizom bo'yicha olib boriladi hammasi. Sizga aloqaga chiqib turishadi, qanaqa o'qiyapsizlar, nimani tushunmadinglar, shunaqa so'rovlar ham bo'ladi. Ko'p joyda, ko'p o'quv kurslarida shunaqa talablar bo'lmagani uchun ozgina norozichilik bo'lgan qizlar orasida, chunki biz suhbat o'tkazganimizda qanaqa, nima, hamma qiyinchilik, muammolarni olib chiqib gaplashamiz va shundan kelib chiqqan holda yechim qo'yganmiz o'zlarimizning kurslarimizda. Vazifani bajarishligi shart, 100% shart bo'ladi vazifalarni bajarishinglar va sizlar bilan nimaga men unaqa deyapman, biz sizlarga hattoki kuratorlarni hozir showroomda o'zlarini xodimlarni qo'yganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shaxsan hozir showroomda ishlagan qizlarni, chunki hamma o'zini operatsiyonkadagi odamlarni emas, tashqaridagi odamlarni qo'yadiganlar ham bor ekan. Mana bizani, chunki sizlar bizani brendimiz deb kelasizlar. Shuning uchun biz o'zlarini, shaxsan o'zlarini showroom ichidan talab olib, ikkita kurator sizlarga birlashtiriladi. Buni bu joydan bemalol qo'yinga to'q bo'lsa bo'ladi. Muvaffaqiyatli bitirgan qizlarimiz uchun sertifikat taqdim qilinadi. Bu degani men sertifikat hammaga beraolmayman, chunki ko'p joyda mana o'quvchilar ateliye ochishadi. Kimdir yaxshi o'qimagan bo'lishi mumkin, kimdir vazifalarni bajarmagan bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmaysizlar, unaqa qizlarimizga sertifikat berilmaydi. Chunki uni sizlar osib qo'yganinglardan keyin ozda o'qiganmisiz, ishlari zo'r deb sizlarga ishonch bilan qo'yinib berishadi, lekin sizlar boshqa andaza yoki boshqa yo'nalishda ishlasanglar, qo'yinni mijozga yoqmagandan keyin mijoz hafsalasi pir bo'lib, shunaqa yaxshi o'qitishmas ekan, bizlarga ham putur yetadi bu tarafdan. Shuning uchun biz 100% vazifalarni tekshirib, liboslarni tekshirib, keyin sertifikat beramiz. Xo'p, endi bu kurs kimlar uchun? Malaka oshirishni xohlagan qizlarimiz uchun albatta, chunki aytganimdek, shu uyda material ustida bichib o'tiraversanglar, qolib ketasizlar, umringlar ham o'tib ketadi. Shuning uchun maksimal shunaqa davr keldiki, vaqtimizdan unumli foydalanib, hamma o'zini bolasini o'qitgisi keladi, rivojlantirgisi keladi, hamma narsaga mablag' talab qilinadi. Mablag' topishingiz uchun qo'lingizdagi kasbingizni rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun albatta ustimizda ishlasa inshaalloh ko'p yutuqlarga erishamiz. Mana ko'rib chiqsanglar bo'ladi, klassik tarafda nima o'rgatiladi, standart tarafda nima o'rgatiladi. Klassik tarafida asos va yeng andazasi. Ko'pchilik yengda ham qiynaladi. Chunki biz ko'rib chiqdik, mana shu aytganimdek o'rganib chiqqanda yeng o'rnata olmaydi ko'pchilik. Bizning andaza bo'yicha inshaalloh bittada yeng o'rnata olasizlar. O'lchov olishdan tortib, asos andaza, yeng andazasi, libos balansi, bichish, vichkalar bo'yicha vichkalarni ko'chirish,
yeng modellashtirish, bachokli kostyumlarni qanaqa dazmol qilish, har bitta texnika mechgacha o'rgatilgan, bitta dazmol qilish ham bor, yeng shilsalarni tikish, astali kiyimlarni qanaqa texnika bilan tikish kerak, bir oy davomida kurator nazorati bilan sizlar bilan darslar olib boriladi. 2 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi. Bemalol shu yerda savolinglar bo'lsa, bersanglar ham bo'ladi. Xo'p, standart tarifida 10 xil yubka turi. Men aytganman, misol uchun mana katta pul tikmasdan ko'pchilik savol berishadi. Qizlar, meni katta pulim yo'q, qanaqa ish boshlasam bo'ladi degan savollar ham bo'ladi. Hattoki men ko'pincha aytganman, o'zim agar endi o'rganayotgan bo'lganim deydi, mashq kursida ham o'qigan bo'lardim, chunki 10 ta yubka turi qo'yilgan bu yerda. Hozirgi trend yubkalar qo'yilgan. Bemalol mana ko'rasizlar, o'zinglar kimdir qizi bor, kimdir o'qishga kiradigan qizlar yubka qidirishadi, qanaqadir yubkalar, koftalar qidirishadi. Shu orqali pul topsa ham bo'ladi. Onlayn qo'yib, reklama qilib, shu kichkinagina darsdan ham mablag' qilsanglar bo'ladi inshaalloh. Chunki yubkaga ko'p mato ham ketmaydi, katta mablag' ham ketmaydi. Internet tekin, bemalol shu narsani yubka ham tikib, sotuvga qo'yib, onlayn sotsanglar ham bo'ladi. Hop, klassik shim bichish, tikish texnikasi. Shimda ham ko'pchilik qiynaladi. Nimaga asosan klassik shim qo'yganmiz? Chunki eng qiyin shim klassik shimi bo'ladi. Agar sizlar klassik shimni o'rgansanglar, bemalol lozim bormi, shim bormi, har bitta shim turini tika olasizlar inshaalloh. Chunki o'ziga yarasha klassik shimda kattagina qiyinchiliklar bor. Agar shuni o'rganib olsanglar, bemalol boshqa shimlarni ham tika olasizlar. Asos andaza, yeng andazasi, modellashtirish, vitishkalarni ko'chirish, bachokli kostyum, aytib o'tgandek kostyumni men shaxsan kostyumni tekshiraman. Mashq qilgan o'quvchilarimizdan ham yoki tashlagan darslikda ham kostyumni tekshiraylik deyman. Nimaga kostyumni tekshiringlar aynan? Agar sizlar kostyumni zo'r chiqara olsanglar, inshaalloh klassik liboslarni bemalol tika olasizlar va qolgan liboslarni gapirmasa ham bo'ladi, paltolarni ham bemalol chiqara olasizlar. Shuning uchun klassik kostyumga ahamiyat ko'proq beramiz. 7 xil yoqa turlari, mana ko'rsanglar bo'ladi. Rubashka yoqa, trendiga yoqalar, chunki yoqalarni ham hamma o'xshatish qiyin bo'ladi va reglanni ham ko'pchilik chiqarish olmaydi. Shuning uchun talabga qarab biz reglan darsligini ham qo'shganmiz. Davomiyligi 2 oy bo'ladi. Birpas o'tkazadi qizlar, 2 oyda ancha-muncha narsaga erishasizlar inshaalloh. Kurator nazorati bilan savol-javoblar, 4 marta kuratorlar bilan jonli efir bo'ladi 2 oy ichida. Bu yerda bemalol qiynalgan savollarga javoblarni bersanglar bo'ladi. Hop, kursimizning boshlanish sanasi 23-fevraldan boshlanadi inshaalloh. O'zingizlarning joyinglarni band qilishga ulgurib qolinglar. Hozir joy band qilgan qizlarimiz uchun bonus sovg'alarimiz bor. Bu sovg'amizni bizning shaxsiy Ozoda showroom klubi bor. O'sha klubga a'zo bo'lasizlar. Xudo xolasa uni narxi 3.497.000 turadi, lekin bu klubga a'zo bo'lish hozir joyini band qilgan qizlar uchun bepul bo'ladi. Va hozir joy band qilgan qizlarimizga ikkinchi bonusi inshaalloh bahorda juda katta offline seminar rejalashtiryapman. O'sha seminarga hozir joyini band qilgan qizlarimiz uchun qatnashish imkoniyati bo'ladi. Bu seminar asli narxi 1.200.000 turadi, lekin joyini band qilgan qizlarga bepul beriladi. O'zingizlarni joylarni band qilgan qizlarni bemalol familiyani, isminglarni yozdirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, ushbu videodagida sayt silkasini qoldirganmiz. O'sha silka orqali o'tib, o'zingizlarning ism va raqamini, telefon raqamini qoldirasizlar. Bizning menejerlar sizlarga chiqib bog'lanishadi va hamma kursimiz haqida hamma ma'lumotlarni berib borishadi. Faqatgina sizlardan iltimos, o'zingizlarning raqamini to'g'ri qoldiringlar. Shu videoni darslikni oxirigacha men bilan bo'lgan qizlar uchun bonus sovg'a beraman. Hoziroq Telegram kanaliga o'tib, o'zingizlarning bonuslarni qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Bugun darsligi foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.